Yana bitta obyektimizga qilingan oshxona mebelini ustanovka qilib o'rnatib berdik. Shuni hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, bu oshxona mebelimizga keladigan bo'lsak, yig'ma fasonda italyanskiy variant deyiladi. Ya'ni fasad qismiga yasin shiponlaridan foydalanganmiz. Kraskasiga keladigan bo'lsak, italyanskiy sirka. Bu mebelimizga blum mexanizmlaridan foydalanganmiz. Kafelimizning rangiga moslab qora kvars toshlardan foydalanganmiz. Gaz plitamizga keladigan bo'lsak, 90 talik gaz plita, ya'ni 5 komforkali. Tagidagi duxovkamiz 60 talik. Ikkita yoniga kargo qo'yganmiz hamda past qismiga tortma qo'yib berganmiz. Eng qizig'i, ayollarimiz orzu qilgan mo'ykada. Mo'ykani ishlasini. Stakanlarni yuvmasdan o'zi top-toza qilib qo'ysa, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying hamda kommentariyada shu mebel uchun fikringizni qoldiring.